Sud tizimida malakali kadrlar zaxirasini yaratish bugungi kunning ustuvor vazifasidir. Xususan, sudyalik lavozimi uchun belgilangan 35 yoshlik mezonni inobatga olsak, kadrlarni talabalik davridanoq tizimga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli Xorazm viloyat sudlari Urganch davlat universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, yurisprudensiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni yosh kadrlar sifatida tayyorlab bormoqda. Yaldagi lavhamiz ayni shu mavzuda. Ma'lumki, sud xodimi uchun bilim va ko'nikmadan tashqari yuksak muomala madaniyati, halollik va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat eng asosiy fazilatlar hisoblanadi. Bu ko'nikma va talablar esa 2024-yilda tashkil etilib, talabalarni kasbga tayyorlashning samarali mexanizmiga aylanayotgan bo'lajak sud xodimlari klubida o'rgatilmoqda. Urganch davlat universitetida tashkil etilgan navbatdagi uchrashuvda viloyat sudi hamda viloyat ma'muriy sudi xodimlari tomonidan talabalarga bo'lajak sud xodimlari klubining bugungi faoliyati va unga a'zo bo'lish tartibi, sud tizimiga ishga kirishda xodimlarga qo'yiladigan talablar to'liq tushuntirildi. Universitetda o'qishda hozirda nazariy bilimlarga ega bo'layotgan bo'lsak, mana shu klub orqali bizlar amaliy tajribaga ham ega bo'lishimiz mumkin ekan. Shuningdek, Odil sudlov akademiyasiga topshirish tartibi va bo'lajak sudyalarga qanday talablar qo'yilishi kabi ma'lumotlar berib o'tildi. Shaxsan men uchun sudya bo'lish mumkin ekanligi, unga qo'yilgan talablar juda ham qiziqarli bo'ldi. O'sha borada savollarimga o'zim javob topdim. Shuningdek, muloqotlarda jamiyatda dolzarb hisoblangan yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning oldini olish masalalariga ham to'xtalindi. Talabalar giyohvandlik, diniy ekstremizm va korrupsiyaga oid jinoyatlar domiga tushib qolmasliklari yana bir bor ta'kidlandi.